Va hatto mujohid odamlar ham jon berib jihad qiladi, ahlini beradi, oilasini qurbon qiladi. Million odamlar ba'zan zarar ko'radi shu jihodda deb. Ana shuning uchun munofiqlar chakaga o'chmay ketadi. Jihodingni deb nima bo'ldi? Mana jihod. Endi shuncha qurbonlikdan keyin inson shuncha jihod qilgandan keyin bir tog'ut yiqitilib keyin o'zimiz tog'ut bo'lamizmi unga? Bir demokratik davlatni botil qonunlar bilan boshqariladigan davlatni yo'q qilib keyin o'zimiz ham shunaqangi bir botil demokratik qonun olib kelamizmi unga uni? Allohning shariatida har xil o'yinlar qilib qochib undan. Ana shu aytiladi shunaqa paytda la takunu kalladina nasulloh fa ansahum anfusahum. Allohni unutganlardan bo'lmanglarki, Alloh ularga o'zligini unuttirib qo'yadi. Keyin odam nima uchun shu yo'lga chiqqanini unutib qo'yadi. Ot aylanib qozig'ini topdi degandek, aylanib kelib yana o'sha eski ahvolga qaytib qolaveradi. Ish boshidan boshlanaveradi yana. Bu eng yomon holat. Keyin munofiqlarga qarasang, ularga katta bir hujjat, mana jihad qilib deydi, bir demokratik davlatni yiqitib, o'rniga ham demokratik davlat olib keldi deydi. Nima bo'ldi endi deydi. Odamlarni mana shunaqa qilib Alloh yo'lidan, jihoddan to'sishadi keyin bular. Bu yoqdan mullalar mana shunaqa, bu yoqdan mana shunaqa qilib bir dumalab yana o'sha ahvolga qaytib qolgan jihodchilar. Keyin ot iz bilan it izi qorishib ketdi degandek, haqiqiy jihod bilan mana shunaqangi o'zligini unutib qo'ygan mujohid qorishib ketib, butun jihod yo'li yomonlana boshlaydi. Ana shuning uchun inson o'zligini eslab turishligi kerak. Kim eding sen? Bu yo'lga qanday kelding? Nima olib keldi seni bu yo'lga o'zi? U kofirlarni shunaqangi istilohlari olib keldimi bu yo'lga seni? Demokratiya, inson huquqi degan, ayol huquqi degan shu istilohlar seni shu yo'lga olib keldimi? Nima olib keldi seni shu yo'lga? Alloh rasulining shariatini hokim qilamiz deyish. Alloh yo'lida jihod degan gaplar, mana shular seni olib keldi. Endi seni shu yo'lga olib kelgan shu istilohlardan uyalib bu kofirning zolimning istilohlarini aytiladimi? Odam bu o'zi o'tirgan, uni o'zini ko'tarib turgan narvonni bu aralash-ku bu. Ana shunday bo'lmasligi uchun odam o'zining tarixini eslash kerak-da. Men kim edim avval, qanaqa odam bo'lib yurardim, endi qanaqa odam bo'lib ketyapman men. Aks holda bu odamlarni ko'rasan, Alloh ularni unutgandan keyin, ularga o'zligini unuttirgandan keyin Alloh unutgan odamni eslaydigan odam yo'q endi. Unaqangi odamlar xor bo'ladi. U unga yoqishga harakat qilayotganlari ham uni xor qiladi. Bal'om degan odam bo'lardi mana tarixda. Alloh aytgan vatlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina. Odamlarga tilovat qilib bering mana shu kishini. Bu odamga biz oyatlarimizni bergandik degan. Fansalaha minha, undan sekin sirg'alib qochdi. Fatba'ahu shayton uni izidan tushdi, qarabsanki adashganlardan bo'ldi degan. Unutdi o'zligini, kim edi, kim bo'lib qoldi. Rohib Barsisani qissasini aytib berganmiz. U kim edi? Rohiblikdan oxiri keyin zino qilgan, bir bolani hayolda o'ldirgan, qotil bo'lib, mushrik, kofir bo'lib o'lib ketdi. Shuning uchun bu narsadan Allohdan panoh so'rash kerak. Alloh insonga o'zligini unuttirishligidan. Boyib kelsa kambag'alligini unutadi. Tamkin kelsa mujohidligini unutib qo'yadi. Da'vatchi bo'lib mashhur bo'lib qolsa, Alloh uchun da'vatga chiqqanini unutib qo'yadi. Ko'p narsalarni odam unutadi. Ashku ila Allohil kurub wa admu'i harrasakub. Ashku ila Allohil kurub wa admu'i harrasakub. Wa aludhu bis sabril jamil wa hikmatid dahrid da'ub. Wa aludhu bis sabril jamil wa hikmatid dahrid da'ub. وأسلم الصعب الجموح إلى معالجة الغيوب. وأسلم الصعب الجموح إلى معالجة الغيوب. ثقة وإيمانا بمن رحماته تحيي القلوب. ثقة وإيمانا بمن رحماته تحيي القلوب.